Quloq siz o'zboshimcha boladan muvaffaqiyatli, omadli odamlar ko'proq chiqishi rostmi? Rost desam bo'ladi. Hozir men sizga 4 ta sababini sanab beraman. Birinchisi, mustaqil fikrlashga o'rgangan bo'ladi. Bu bolalar ko'pincha o'z fikrida turishadi. Har doim nima uchun degan savol bilan yashashadi. Bu esa ularda mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Ikkinchisi, qoidalarga har doim ham bo'ysunmaslik. Bu innovatsiyani garovi. Ko'plab muvaffaqiyatli insonlar yoshligida qoidalarga bo'ysunmagan, oddiy yo'lni hech qachon tanlamagan. Ular yangi narsalarni sinab ko'rishga ko'proq harakat qilishgan. Uchinchisi, risk qilishdan qo'rqmaydi. O'zboshimcha bolalar ko'proq xatoga yo'l qo'yadilar. Lekin aynan shu xatolar ularni tajribali va kuchli qiladi. To'rtinchisi, yurakdan kelgan harakat. Ular ko'pincha majburan emas, ehtiyoj bilan harakat qilishadi. Bu esa motivatsiyani kuchaytiradi. Lekin bitta muhim lekini bor. Agar bu o'zboshimchalik, tartibsizlik, hurmatsizlik yoki beparvolik shaklida bo'ladigan bo'lsa, salbiy oqibatlarga albatta olib keladi. Asosiy farqi shundaki, ba'zi bolalar yo'lni o'zlari tanlashadi, boshqalari esa yo'ldan butunlay chiqib ketishadi. Sizni farzandingiz quloqsiz, o'zboshimchami yoki gapingizga quloq soladimi?